Assalomu alaykum hammalaringga bolalar. Bugun sizlar bilan Shahzodbek. Bugungi videomizda qanday qilib tekin yuz olishni o'rganamiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ring. Tekin yuz olishlarni videoga like bosib qo'yib, qanday qilib tekin yuz olishni o'z men sizlarga o'rgataman bolalar. Keyin yana bitta narsa bolalar, mana shu videoga ko'ryapsizlar. Obuna bo'lib qo'yinglar bolalar. Agar bitta prosmotr, bitta obunachi bo'ladigan bo'lsa, men mana shu yozda 50 ga obunachi qilmoqchiman. Kimdirlar bunga ishonmaydi, lekin men mana shu narsaga erishmayuncha harakat qilaman. Sizlarning yordaminglar bilan albatta bolalar. Shuning uchun ham obuna bo'lib qo'yinglar, kuzatishda davom etinglar. Shu narsa tekin yuz olishni o'rgataman. Sizlar videoga like bosib, kommentga yozib, o'z fikringlarni yozib qoldirishinglar mumkin. Bugungi videoda endi bolalar qanday yuz olish mumkin. Telegramda Tanga degan bot bor. O'sha hamma tushundi. 180 ming 60 olsa bo'ladi, lekin bu yish qiyin deydiganlar bor. Uni yo'li bor bolalar. Men sizlarga Telegramdan kirasizlar, ID'lar bor. Shu yerda ID bo'ladi. O'sha yerdan kopirovat qilsanglar, kopirovat qilib shu videoni kommentga tashlab qo'ysanglar, men sizlarga kirganlarning o'zi 150 ming tanga bo'ladi. O'shanda 180 ming qilib nakrut ko'rib beraman. Sizlar bemalol olib yuz qilishlar mumkin. Telegramdagi Tanga botiga kiramiz bolalar. Mana shu qidiruvga Tanga yozsanglar, o'zi chiqadi. Kirganlarida 150 ming tangasi bo'ladi. Bir xil aytishlar mumkin, sen o'zingda nima bo'lgan? Yo'q, hech qancha deyishlar mumkin. Men o'zimga 180 ming tanga emas, 500 ming tanga urib olganman nakrutga. Uni keyin men pul qilib chiqarib olganman. Menga 100 kerak emas, to'g'ri so'zni sizlarga ko'rsataman. Mana ko'rishinglar mumkin. 33 ming pul o'zisi chiqarib olganman. 33 ming chiqarib olganman. Короче, 517 ming tangaga chiqarib olganman. Endi menga 100 chiqarmaganimni sababi, chunki menga 100 kerak emas, to'g'risi bolalar. O'zlarining rasmlarini turadi. Mana shu yerga bosib, o'sha yerda uning kopirovat ikkita kitobcha turgan joyga bosamiz. Kopirovat bo'lgandan keyin sirazi mana shu videoga qaytib, kommentga o'shani tashlab qo'ysanglar bo'ldi, men sizlarga 60 gacha nakrut ko'rib beraman. Sizlar bemalol ID'laringizni kiritasizlar, keyin bemalol akkauntlaringga tushirib olishinglar mumkin. 60 seni bu Tanga boti aniq tushirib beradi. Buni ko'pchilik biladi. Unda bo'lmasa go bo'ladi. Tez kommentga tashlaymiz. Men sizlarga uzog'i 2-3 kunda urib beraman, chunki ko'p odam tashlaydi. Bizda tizimimiz sal sustroq ishlaydi, lekin tashlab beramiz, nakrut ko'rib beramiz hammaga. Go unda bolalar, shoshilamiz.